BYD chempion olib qolganmiz batareyasiga. Bu mashinani 7 kilovatlik zaryadga soat 1 da qo'ydik. Soatimiz 1:53. Qo'ygan paytimizda 85% edi. 3 soat ko'rsatyapti. Hozir bu soatimiz уже 2 bo'ldi. 2 bo'lyapti chunki 100 to'l bo'ldi. Bu chempion kelgan paytida 85% edi. Hozir 100 qilib to'lindi уже. Bu bunaqa 1 soatning ichida 15% to'lib qolishi yaxshi emas. Chunki o'zi 2,5 soat, 3 soat ko'rsatyapti 15% qolganda 7 kilovatlikda. Bu o'zi chempion kelganining sababi aka 58% qolganda zaryadkam o'chib qoldi. O'shanga disbalansni ko'rsatishdi. Bitta ustaxonaga kirdim. Bular o'shani qilaverasizlarmi? Keling, ochib batareykalar polni qarab disbalansini joyiga qo'yib beramiz dedik. Bu chempion batareyasini yechib disbalansini joyiga qo'yib beramiz. Chempionimiz bor yo'g'i 58,000 probeg yurgan. 57,822. Agar kimga shunaqa batareyka xizmatlari kerak bo'lsa, BYD avtomasterga murojaat qilaverasizlar. Ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bu 85 dan riski 100 ga to'lib qolishi yaxshi emas. Bunaqa vaziyatda ustaxonaga olib borib bitta ko'rsatib o'rganinglar maqbul. 33 153 53 53 Fathulla o'zimning nomerim.